Qozog'iston Rossiyaga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir Qozog'iston bilan Toshkent O'zbekiston chegarasi Mayskiy boshxonasidaman. Navbatda turibman mana. Yana mashina ko'p. Taxminan 100 dan oshiq mashina bor. Xudo xolasa bugun kechqurun bo'lmasa erta obedgacha o'tib, yuklarimizni o'z manzillariga, egalariga yetkazamiz. Shu bilan keyin safarimiz nihoyasiga yetadi. Uyga borib, farzandlarni barida bir hafta 10 kun dam olamizda. Keyingi safarimizni boshlaymiz yana. Moskvaga bo'ladimi, Sankt-Peterburgmi bilmaymiz. Yuk qaysi tomonga chiqsa, shu tomonga ketaveramiz. Salomat bo'linglar. O'zbekistonni haligi chust qilyapman, sezyapman, dimog'imga urilyapti. Meniki, bu meniki. Men shu yerda yashayman degan gaplar, so'zlar esdan chiqib ketib qoladi musofirchilikda. Shunaqa musofirda yashaydiganlar biladi buni. Musofirchilikda borib ishlab qatnayotganlar biladi bu narsani. Endi chegaradan o'tgandan keyin bu meniki, bu meni yurtim, bu meni yo'llarim, men mana shu yerdanman deb aytilgan gaplarni odam sog'inar ekan. Salomat bo'linglar.